Hop, avvalambor hammaga assalomu alaykum. Bugungilik darsimizni boshlaymiz. Ovozim yaxshi boryaptimi? Okey, yaxshi. Hop. Keling, demak, bugungilik darsimizni boshlaymiz. Bugungilik darsimiz Introduction to SAT. Ya'ni o'zi bizni bugungi darsimiz nima? SATga kirish ishlayapti. Keling, o'zi umuman SAT haqida ozgina tanishtirish berib ketaman. O'zi SAT bizda nima? SAT ni bilasizlar, matematika hamda ingliz tili qismidan iborat. Aa, Matematikasi unchalik murakkab emas, 9 sinf programmasigacha bo'lgan matematikalar ham tushadi. Ingliz tilida esa nima? Xo'p, ingliz tili qismida bizda bu ham ikkiga ajralgan. Ingliz tili esa reading va writing qismiga. Reading va writing. Hop, writing qismida asosan nima tushadi? Ko'pchilik o'ylaydi, writing qismida biz qanaqadir essay yozamizmi deb o'ylaydi. Yo'q. Writing qismida biz punktuatsiya so'raydi bizdan. Punctuation yoki grammar. Punctuation yoki grammar. Nu bular unchalik ko'p tushmaydi. Bizda reading qismida esa sizga critical thinkingdan iborat bo'lgan savollar beradi. Ya'ni qanaqadir matn beradi, shu matnni argumentini to'ldirish kerak. Yoki qo'llab-quvvatlash kerak, yoki unga qarshi argument berish kerak. Shunaqa. Bu yerda critical thinking talab qilinadi. Endi SATni bilasizlar, O'zbekistonga o'tadigan qilib qo'yishdi. Misol uchun, bu yil ko'rdinglar, narxozga misol uchun 1200 plus olganlar ham grantga kirdi, to'g'rimi? DTMsiz. Ya'ni DTMdan asli yaxshiroq ham. Ko'p marta har xil sertifikatlarni topshirmaysizlarda, bittada shu SATni o'zi bilan O'zbekiston universitetlariga 100% grant olsanglar bo'ladi. 4 yillik. Misol uchun har yillardagi grantingizni himoya qilish, grantingizni olib qo'yish degan narsalar yo'q. Undan tashqari SATni sizlar hammanglar bilasizlar. Chetga topshirishda ham juda ham muhim komponentlardan bittasi. O'zi nimaga SAT topshiriladi deydigan bo'lsangiz, misol uchun har xil davlatdan har xil o'quvchi topshiradi. Misol uchun kimdir O'zbekistondan topshiradi, kimdir Fransiyadan topshiradi. Endi tasavvur qiling mana. Buni yozib qo'yaylik. Kimdir Uzbekdan topshiradi, kimdir Fransiyadan topshiradi. Tasavvur qiling, O'zbekistondagi bolani bahosi, misol uchun, 4,5 5 dan. Fransiyadagi bolani bahosi esa 5 dan 5. Ular bittada qarab, Fransiyani 5 bali O'zbekistonni 4,5 dan ko'ra yaxshiroq deb ayta olmaydi-da. Qayerdan bilasiz, balki O'zbekistondagi 4,5 Fransiyadagi 5 dan ko'ra qadrliroqdir. Ya'ni O'zbekistondagi baho olish balki qiyinroqdir, to'g'rimi? Ular shu narsani bilmaydi-da. O'zbekistondagi tizimni yoki Fransiyadagi tizimni bilmaydi. Shuning uchun ular nima qilgan? Universalga test qo'yib qo'ygan. Bu SAT. Yoki endi bizda boshqa testlar ham bor. Endi просто SAT ham shunaqa vazifada. Misol uchun O'zbekistondagi bolamiz 1470 olgan bo'lsa, Fransiyadagi bola 1350 olgan bo'lsa, mana bundoq qaraydi. Ha, demak mana bu 4,5 olgan bo'lsa ham buni SAT'si balandroqmi? Demak, buni 4,5 asli yaxshiroq ekan narigini 5 dan deb shunaqa qilib xulosa qiladi. Xo'p, demak, ko'rganingizdek bizda nimaga SAT kerak? O'zbekiston universitetlariga 100% grant olgan albatta. Ilk summer programlarga. Ba'zilar misol uchun mana bu summer programlarga yoki kemplarga topshiradi. Endi ko'pchiligi SATni talab qilmasa ham, mabodo sizda SAT bo'ladigan bo'lsa, ancha sizga boost beradi bu narsa applicationingizga. Qolganlardan ko'ra yaxshiroq bo'ladi. Endi chetga topshirish haqida gaplashaylik. Qarang. Mani o'zim misol uchun chetga topshirganman. To'g'ri, men hozir chetda o'qimayman. Sababi menda 100% grant bo'lmagan, lekin yaxshi universitetlarga qabul qilinganman. Misol uchun Kanadadagi Torontoga, Avstraliyadagi Sidneyga yoki Buyuk Britaniyadagi Manchester, Edinburg universitetlariga qabul qilinganman. Hammasi top 50 dagi universitetda, dunyodagi.
sizlarga yordam berishim mumkin agar mabodo chetga topshiradigan bo'lsangiz. Lekin juda ko'pchilik nima deb o'ylaydi? SAT oling, undan keyin shu chetga topshiraman deb o'ylaydi. To'g'ri, sizda chetga topshirishingiz uchun SAT bo'lishi shart. SAT siz kira olmaysiz umuman, lekin SATingiz bor degani siz kirishingiz aniq degani emas. Siz SATingiz 1600 bo'lsa ham hech kim sizga garantiya bera olmaydi ertaga universitetga kirishingizga. Kerak bo'lsa mana Arizonadan ham qolib ketishingiz mumkin. Nimaga bunaqa? Sababi SATdan ham muhimroq narsalar bor. Bular aytaylik, extracurricular activity bo'lishi mumkin. Extracurricular activity. Extracurricular activity bizda nima? Maktabdan tashqari qilgan ishlaringiz. Birorta klub ochgan bo'lishingiz mumkin, qaysidir kompaniyada internship qilgan bo'lishingiz mumkin yoki nimadir proyektingiz bo'lishi mumkin. Undan tashqari bizda achievementlar bor, ya'ni yutuqlar. Plus keyin esselar. No, siz Buyuk Britaniyaga topshiradigan bo'lsangiz, mana bu extracurricular activity unchalik muhim emas. Buyuk Britaniyada faqatgina academicsga qaraydi. Undan tashqari SATdan nima desa bo'ladi? Muhimroq narsalar, ya'ni SATdan yaxshiroq sertifikatlar bor bizda. Misol uchun aytaylik, bizda AP sertifikatlari bor yoki A-level sertifikatlari bor. Shu narsani bilib oling, endi shunchaki qo'shimcha ma'lumot. Raqobat borgan sari kuchayib boryapti-da. Misol uchun bizni maktabimizdagilar 2022da topshirayotganida, 2022-yilda bitta tanishimni SAT'si 1470 edi, IELTS 7,5 edi. O'sha paytda sizda SAT bilan IELTS bor degani chetga ketishingiz aniq degani edi. Nimaga? Sababi O'zbekistondagi juda ham ko'pchilikda SAT bilan IELTS yo'q edi. Hozir esa sizda SAT'ingiz 1550 bo'lsa ham hech kim sizga garantiya bermaydi. Sababi raqobat o'ta ham kuchli. Endi bizda mana bu AP bilan A-level nima? Hop, hozir bizda SATdan tashqari IELTS ham bor, to'g'rimi? Bilasiz, chetga topshirish uchun kerak albatta. IELTS sizni prosta ingliz tilini bilishingizni ko'rsatadi xolos-da. Darslar ingliz tilida, muhit ingliz tilida bo'ladi. Siz o'sha muhitga moslashib keta olishingizni ko'rsatadi xolos. Bu unchalik important narsa emas. SAT bu critical thinking, AP bizda o'sha o'zingizni faningizdagi bilimingizni qanchalik yaxshiligini ko'rsatib beradi. Misol uchun AP History bo'lishi mumkin, AP Math bo'lishi mumkin, AP Calculus bo'lishi mumkin yoki A-level Math bo'lishi mumkin. Shunaqa fandagi imtihonlar bor. Bular yilda 2 A-level yilda 2 marta bo'ladi, AP esa yilda 1 marta bo'ladi. Misol uchun aytaylik, mani yo'nalishim muhandislik deylik, engineering deylik. Agar mani AP Math'dan yoki AP Calculus'dan bahoyim bo'ladigan bo'lsa, sertifikatim bo'ladigan bo'lsa, men qolganlardan ustunroq bo'laman. Nimaga? Sababi meni sertifikatim bor, matematika haqida nimadir bilaman. Ya'ni universitetda men qiynalib qolmayman. Shunga agar mabodo siz 9-sinf bo'ladigan bo'lsangiz yoki 10-sinf yoki undan ham yaxshiroq bo'ladigan bo'lsangiz, o'sha IELTS SATdan keyin mana AP larga harakat qilib ko'ring. Endi agar menga keladigan bo'lsak, meni A-levelim bor, matematika, fizika hamda informatikadan. Informatika ham ozgina pastroq chiqqan, matematika ham lekin A chiqqan. Shu chetga topshirish haqida. Endi bu yog'i sizlarga emas, SAT Englishni ko'rsatdik. Xo'p. Demak shu chetga topshirishga nimaga kerak bo'ladi va boshqa narsalarga ham nimaga e'tibor qaratishimiz kerak. Xo'p. Bular bo'yicha birorta savolingiz bormi? Hammasi tushunarli bo'ldimi? Savolingiz bo'lsa hozir so'rab oling, keyin darsimizni boshlaymiz. Xo'p, oramizda chetga topshirmoqchilar ham bor. Guruhda o'qidim ko'pchiligi xabarini. Man ozgina kechroq boshlaganman-da, Nilufar. Xo'p, 9-sinfda boshlaganman desam bo'ladi. Lekin maktabni bitiriboq universitetni boshlamaganman-da. Ehm, Orada gap year olganman, tanaffus olganman. APga ham o'qish kerak. Zo'r. Qarang, juda ko'pchilik o'ylaydi, SAT yaxshimi birinchi yoki IELTS yaxshimi deb. Men to'g'risini aytaman, SAT olgan yaxshi birinchi. Nimaga?
SAT o'qiganingizdan keyin ham IELTS readingga o'yinchoq bo'lib qoladi. APga tayyorlangani endi sizni bilimingizga bog'liq. Misol uchun aytaylik, siz APdan AP kalkulus topshirmoqchisiz, to'g'rimi? AP kalkulus shu oliy matematika. Matematikaning o'ziga bog'liq. Keyin ozgina mana bu APga ham moslashib olishingiz kerak. AP ham aytkinchi, College Boardniki, ya'ni SAT'niki. SAT'ni organizatsiyasi. Hop, 11 sinf bo'lsangiz, o'zingizga bog'liq. IELTS yoki SATs, mana bu extracurricular activity'lar bo'ladigan bo'lsa, o'zingizga bo'ladi. No, katta ehtimol bilan yo'q, o'rganmaysiz. Endi qarang, portfolio qilish qanday bo'ladi deydigan bo'lsangiz, siz eee, majoringizni tanlab olishingiz kerak oldin. Major bizda nima? Yo'nalishingiz. AP'ga ulgursangiz bo'ladi, lekin bolalar, men AP'ni haqida ekspert emasman-da. AP hamma savolingizga ham 100% akkuratli javob bermasligi mumkin. Undan ko'ra men A-level haqida so'rang. A-levelni lekin yaxshi bilaman. B1 bo'ladigan bo'lsa, tayyor bo'lsa bo'ladi. 500 atrofida o'qisangiz bo'ladi. Ha, italiyaga harakat qilsangiz bo'ladi. No, Italiyada o'qish sifati unchalik baland emas, Jamshid. Turkiya universitetlariga setyapti. Shunaqa, Turkiyaga yetadi. Qarang, A-level Maths'da man jami 5 ta imtihon, 4 ta imtihon topshirganman. 4 ta exam. 4 ta exam qanaqa edi? Ikkita kalkulus exam topshirganman, ikkita statistika exam topshirganman. Ya'ni bu degani A-level, bitta A-level sertifikatni o'zida 4 ta AP'ga teng degani bu. Yo, A-levelni to'g'risini aytaman, o'sha paytdagi bilimim yo'q A-level. A-levelda maktabda o'rganganman. Han A-level bor, chemistry, biology fanlaridan bor, AP ham bor ular. Seoul National Universitetgami sinov deb yozibsiz. Um, Ozgina qiyinroq, ular juda ham kompetitivda. Hop, English A2 B1 bo'ladigan bo'lsa ozgina qiynalasiz, lekin 1400 ga. Qaysi Yevropa davlatiga ketish osonroq? Rossiyaga ketish osonroq, Jamshid. I mean, yo, bu shunchaki hazil. Ketish qiyin, to'g'risi. Agar siz Narvan universitetiga kiradigan bo'lsangiz, aslida viza olish muammo bo'lmaydi. Darslarimiz haftada 5 kun bo'ladi. Dushanbadan jumagacha. Buyuk Britaniyaga lekin kirish nisbatan osonroq, to'g'risi. Qam B2 bo'lsa 1400 ga ham harakat qilsangiz bo'ladi, Muhammad Rasul. Matematikangiz unchalik yaxshi emasmi lekin? Qani SAT bilan Koreyaga ham kirsangiz bo'ladi. Endi matematikasini mendan so'ramayinda, matematikasini narigindan olganingiz yaxshi. Ya, o'tadi Yaponiyaga ham. IT uchun Carnegie Mellonda maslahat beraman. O'zimniki ham yaxshi. O'zimni ham Dream University ham o'sha edi. Qatardagisi. Han Buyuk Britaniyaga mumkin. Borli, to'g'risini aytaman. Buyuk Britaniyaga kirish unchalik murakkab emas o'zi asli. Bilmadim, menga shunaqa tuyuldimi? Ular meni bosh qotirib o'tirmaydi-da. Qanaqa sertifikatlaring bor? Kichkina essaychalar so'raydi, bo'ldi. Men bu Amerikaga o'xshab katta narsalar so'rab olmaydi. Ozgina qiyinroq, Amina. Hop, zo'ringiz B2 bo'lsa, 1400, 1300 plus olsangiz bo'ladi. 1400 ga ham harakat qilsangiz bo'ladi. Endi o'zingizga bog'liq. Hop, Zinatullo, уже APga ulgurmaysiz. Bu yilgi AP o'tib ketib bo'lganda, keyingisi aprelda bo'ladi.
Lekin mana bundoq qilsangiz bo'ladi. Torontoni scholarshipi bor, Leicester B degan. Har yili 36 ta odamga beradi. Shu Leicester B scholarshipiga harakat qilib ko'rsangiz bo'ladi. Yo Buyuk Britaniyaga grant bermaydi umuman ular. 1500 plyus bo'lishi mumkin Abu Bakr. Misol uchun men ololmaganman. Endi men self-study qilib topshirganman kurslarga yoki onlayn birorta kursga qatnashmaganman. 2 oy tayyorlanib 1430 olganman. IELTS'im 8 edi. Lekin UK unchalik qimmat emas Amerikachalik. Ha, eplasa bo'ladi IELTS 6 bo'lsa. Arab davlatlari ham yaxshi, lekin sizlar o'ylaganchalik nima desa bo'ladi. Top universitetlar emasda, to'g'ri mana bu King Abdulaziz, King Said universitetlari bor, lekin rostdan o'qimoqchi bo'lsangiz, rostdan yo'nalishingizda yaxshi kadr bo'lmoqchi bo'lsangiz, Buyuk Britaniya yoki Amerika yaxshi, lekin mana uni ham bilib oling. Sizga akademik hayot kerakmi yoki faqatgina akademiklar bilan shug'ullangingiz keladimi yoki yo'nalishingizga oid birorta amaliy ish ham qilgingiz keladimi? Shu narsani bilib olingda. Agar faqat menga akademik bilimlarni o'zi yetadi deydigan bo'lsangiz, Xitoy o'zi ham yetadi. Xitoy ham juda ham zo'r. Yo, Carnegie Mellonga kirish qiyin lekin. Hop, hozir. Bo'ldimi, savolingiz tugadim. Yo, SAT bilan IELTS o'zi yetmaydi bolalar. O'sha narsani bilib oling. SAT IELTS o'zi yetarli emas. Hop. Keling endi darsni boshlaylik. Hozir. Common SAT. Hop. Keling biz darsimizni boshida writing bilan boshlaymiz, ya'ni SATning writing qismi. SATdagi komma. Komma bizda nima? Vergul degan. Ya'ni SATdagi vergulni ishlatilishini ko'ramiz. Sababi SATda shu vergulga oid savollar ham so'raydi. Sabr qilib turing, o'chiraman hozir. O'zim bilib. Hop. Endi boshida prosta qanchalik yaxshi bilamiz, shu narsani tekshirish uchun bizda warm up savollar bor. Hop, savollarni ko'ring. O'zingiz javobingizni qoldiring. Agar xato qoldiradigan bo'lsangiz xavotir olmang. Prosta bilimimizni tekshirib olamiz xolos. I plus qolganlardan qo'shilmang, o'zingizni shaxsiy fikringiz bo'lsin. Hop, yaxshi. Bizda to'g'ri javobimiz B bo'ladi. Agar xato olgan bo'lsangiz xavotir olmang. Bugun hammasini ko'ramiz. Hop, bunisini ko'ringchi. Mana shu joyiga oid. The backpack contained pencils, notebooks and calculators. Okay, yaxshi. Bizda to'g'ri javobimiz B'siga to'g'ri keladi. Hop, ma'nosini ko'ringchi. The movie was interesting and we stayed until the end. Hop, bizda to'g'ri javobimiz C'si bo'ladi. The movie was interesting and we stayed until the end.
Hop. Mana shuni ko'ringchi. Although it was raining, the soccer game continued. Yaxshi, bizda to'g'ri javobimiz C bo'ladi. Although it was raining, the soccer game continued. So, shunisini ko'ringchi, bizda bugungilik oxirgi warm up question. Undan keyin darsimizni boshlaymiz. The test was difficult. Everyone finished on time. Okay, yaxshi. Bizda to'g'ri javobimiz yes, C ga to'g'ri keladi. Xo'p, demak bizdagi warm up savollar shu. Tepada shunchaki qanchalik bilamiz, shu narsani bilish uchun tekshirib oldik. Endi qarang. Biz SATdagi punktuatsiyani zo'r bilishimiz uchun eng birinchi o'rganishimiz kerak bo'lgan narsa bu ega va kesim. Ega bilan kesim o'zi bizda nima edi o'zbek tilida? Ega nima? Yes. Ot yoki bizdagi gapdagi kim yoki nima so'rog'iga javob bo'luvchi gap bo'lagi. Kim yoki nima so'rog'iga javob bo'luvchi gap bo'lagi. Xo'p, bizda kesim nima edi? Yeah. Harakat yoki fe'l. O'zbek tiliga o'xshab bunchalik murakkab emas ingliz tilida. Mana otlar fe'llashib yoki sifatlar ham fe'llashib kelavermaydi bu yoqda. Fe'lmi bo'ldi, kesim. Endi qarang. Bizda gapimizda ega va kesim bo'ladigan bo'lsa, biz buni nima deb ataymiz? Independent clause deb ataymiz. Ingliz tilida buni independent clause deb ataymiz. Gapimizda agar ega va kesim bo'ladigan bo'lsa, independent clause o'zbek tilida nima degani? Mustaqil gap bo'lagi degani. Mustaqil gap bo'lagi. Misol uchun bitta oddiy gap tuzib ko'raman. I go to school. I go to school. Hop, shu gapimda bugun ko'ramiz Abubakir, xavotir olmang. I ega, go kesim to'g'rimi? Demak, shu ega va kesim bo'lganligi uchun shu gapimda independent clause deyiladi. Independent clause deb uzoq qilib yozib o'tirmadim. I see deb yozib qo'ya qoldim, bo'ptimi? Independent clause degan. Yoki misol uchun I am aytaylik. Hop, taking SAT, ya'ni SAT imtihonini topshiryapman deydigan bo'lsam, I ega am kesim. Demak, bu ham nima bo'ladi? Independent clause bo'ladi. Yoki sal murakkabroq gap tuzib ko'ramiz, qarang. Taking SAT exam requires decent critical thinking skills. Hop, nima qilish? Imtihon topshirish. Demak bizda taking gapni egasi, requires bizda kesim. Demak bu ham bizda nima bo'ladi? Independent clause bo'ladi, ya'ni mustaqil gap. Hop, uchta gapni ko'rdingiz. I go to school, I'm taking SAT, and taking SAT exam requires decent critical thinking skills. Yo, rus tilini bilmayman-da unchalik. Uzrlik. Hop, bizda I go to school ega va kesim bo'lganligi uchun bu mustaqil gap, independent clause.
I'm taking SAT ham independent clause. I am degan ega va kesim bor. Bu yoqda esa taking SAT exam requires decent critical thinking skills. Bu ham bizda taking ega requires kesim. Shuning uchun buni biz independent clause deb atadik. Xo'p, tushunarli bo'ldimi bu qismi? Gapni ega bilan kesimni topa olasiz endi. Okey, yaxshi. Og'abek, oxirida gaplashamiz shu savollarga. Vaqt beraman. Ismingizni bilsam bo'ladimi? Ford Gemini deb yozibsiz-ku. Um, Wait, murojaat qilish uchun yaxshiroq. Sunnatulloh. Xo'p, qarang. Gapimiz o'zi nima bo'ldi? Taking SAT exam requires decent critical thinking skills. SAT imtihonini topshirish uh, tanqidiy fikrlashni talab qiladi. Qarang. Nima? Topshirish. Ya'ni biladigan bo'lsangiz ona tilida harakat nomi degan qo'shimcha bor adashmasam. Agar biz fe'lga ish qo'shimchasini qo'shadigan bo'lsak, nima bo'lib ketardi? Otlanib ketardi, to'g'rimi? Bizdagi fe'llarimiz. Shunaqa narsa bormidi? Manja esimda yo'q, ona tili o'qimaganman lekin. Ish qo'shimchasini qo'shadigan bo'lsak, ya'ni harakat nomi qo'shimchasi deyilardi. Bizdagi fe'llarimiz tuslanib ketardi. Ot bo'lib ketardi. Voy. Ya'ni men nima demoqchiman? Biz fe'lga ing qo'shdikmi, bu probably ot bo'lib ketadi. Probably. Like, I'm not saying 100%, but probably it's ot. Endi tushunarli bo'ldimi nimaga bizda taking ega bo'lganligi? Sunnatulloh. Okay, yaxshi. Misol uchun doing homework bo'lganida, misol uchun ikkinchi gapga qarang. I am taking SAT deganimda, taking degan so'zni men kesim deb olmadim. Nimaga? Sababi mendagi kesim o'zi asli n. Ya'ni bizda fe'limiz ing bo'ladigan bo'lsa, bu hech qachon kesim bo'lmaydi. Demak, tepasiga topshirib yozib qo'ying. Fe'lga ing qo'shadigan bo'lsak, bular kesim emas. Keyinchalik yana o'rganamiz fe'lni qanaqa holatda kesim emasligini, lekin bizga hozircha bular kerak emas. Endi qarang. Bular tushunarli bo'lgan bo'lsa, endi keyingisiga o'tsam bo'ladi. Hammasi yaxshi. Okay, that is all right. Keyingisiga o'tamiz. Keyingisi bizda birinchi o'rganishimiz kerak bo'lgan narsa bu prepositionlar. Xo'p, bizdagi prepositionlar o'zbek tilida nima deyiladi prepositionlarni? Yeah, predloglar. Yeah, that's Russian if I'm not mistaken. Xo'p, o'zbek tilida ham predlogmidi? Xo'p, qarang. Bizdagi demak chatni o'chirib turibman. Prepositionlar bu predloglar. Xo'p, mana bu ro'yxatni ko'rib turibsizlar. In, of, to, for, with, on, at. Oxirigacha o'qib o'tirmayman. Bizda shular prepositionlar. Mana prezentatsiyani tashkil bersam, ochib ko'rib olishinglar kerak ro'yxatni. Shu yerda bizda birinchi o'rganadigan konseptimiz bor. Bu qanaqa konsept? Agar bizda gapimiz preposition bilan boshlanadigan bo'lsa, siz uni mustaqil gapdan vergul bilan ajratishingiz kerak. Xo'p, gapingiz sizda preposition bilan boshlandimi? Siz nima qilishingiz kerak ekan? Gapingizni vergul bilan ajratib qo'yishingiz kerak. Misol uchun qarang. In 2018, virgül, Ronaldo left Real Madrid mana. Real Madrid. Ko'rib turibsiz, gapimiz bizda in degan preposition bilan boshlandi. Preposition bilan boshlangani uchun men uni mustaqil gapdan vergul bilan ajratib qo'ydim.
Agar preposition gapda boshqa yerda keladigan bo'lsa, men unda virguldan foydalanmayman. Misol uchun, independent clause birinchi kelib, keyin preposition gapning oxirida keladigan bo'lsa, hech qanday virgul kerak emas. No comma needed. No comma needed. Misol uchun qarang. Xuddi tepadagi gapni o'zgartirib yozamiz. Ronaldo misol uchun in 2000 yeah, left Real Madrid yoki Ronaldo left Real Madrid in 2018. Hop. Gapimda Ronaldo ega left kesimi, to'g'rimi? Ega va kesim bo'lganligi uchun bu bizning nima bo'ldi? Independent clause bo'ldi. Xo'p, ko'rib turibsiz, agar bizda gapimiz preposition bilan boshlanadigan bo'lsa, siz virgul qo'yishingiz kerak, virgul majalada qo'yishingiz kerak. Lekin preposition gapning o'rtasida yoki gapning oxirida kelsa, virgul kerak emas. Misol uchun, mana bu joyga men virgul qo'yganim yo'q yoki mana bu joyga ham virgul qo'yganim yo'q. Demak, bizdagi SATdagi birinchi bilishimiz kerak bo'lgan qoida shu. Xo'p, ko'rib turibsiz, bizda during degan so'z ham predlogga kiradi. Tepada xuddi shunga oid bitta savol bor edi. Misol uchun qarang. During a summer vacation, my family traveled to Samarkand. Hop, my family ega traveled kesim. Demak, ega va kesim bo'lganligi uchun men buni independent clause deyman. Va gapimizda during degan preposition bor va preposition bilan boshlanganligi uchun siz bu yerga virgul qo'yishingiz kerak. Shuning uchun to'g'ri javob bizda B bo'ldi. Agar during gapning ikkinchi qismida kelganida my family traveled to Samarkand during the summer vacation deganida menda virgul kerak bo'lmagan bo'lardi. Sababi during degan predlog gapning oxirida kelyapti. Xo'p, demak bizdagi birinchi o'rganishimiz kerak bo'lgan narsa shu. First concept. Gapimiz preposition bilan boshlanadigan bo'lsa, siz virgul qo'yishingiz kerak. Independent clause ajratgan. Tushunarli bo'ldimi? Okay, juda ham yaxshi. Uh, Endi keling, ozgina siz bilan practice ko'ramiz. Chatni o'chiryapman. Qarang. Bizda birinchi gapimiz bor. In the morning, we usually go for a walk. Qarang, bizda we ega, go kesim. Demak, bu ega va kesim bo'lganligi uchun bu independent clause deyiladi. In degan so'z esa bizda nima? Preposition. Gapimiz preposition bilan boshlanganligi uchun men virgul qo'yishim kerak. Shunda menda to'g'ri javobim B si bo'ladi. So in the morning we usually go for a walk. Xo'p, tushunarli bo'ldimi? O'z bittada ko'rinib turuvdi, virgul bo'lish. Xo'p, demak, keyingilariga o'tamiz. Keyingilarini siz o'zingiz javob qoldirasiz. Xo'p. So this is the question. Javoblaringizni qoldirsangiz bo'ladi. The students listen to the teacher carefully. Judayam zo'r. Hop, bizda to degan preposition bor, to'g'rimi? Va preposition gapning o'rtasida kelyapti. O'rtasida kelganligi uchun bizga punktuatsiya kerak emas. To'g'ri javobim menda shunda A siga to'g'ri keladi. Like we don't have to use comma here. So, mana bunga qarangchi. The book on the top shelf belongs to my sister. Juda ham yaxshi. Bizda on degan preposition bor va preposition gapning o'rtasida kelganligi uchun bunga hech qanday punktuatsiya kerak emas. Juda ham yaxshi. Hammamisini ko'ringchi.
After the meeting, everyone returned to work. Judayam yaxshi. Demak bizda after degan preposition bor, to'g'rimi? Preposition. Everyone returned esa bizda ega va kesim. Demak, bu independent clause. Gapimiz preposition bilan boshlanganligi uchun mani vergul qo'yishim kerak. Shuning uchun meni to'g'ri javobim B siga to'g'ri keladi. Xo'p. Demak, bu bizda oxirgi shunga oid practice. Demak, tushunarli guys bular. Okay. Demak, yaxshi. Bugun keyingi mavzuga o'tamiz. Keyingi mavzuyimiz bizda bu gap bo'laklari. Ya'ni sizlar bilan independent clause'larni ko'rdik-ku, to'g'rimi? Bizda endi independent clause'dan tashqari dependent clause ham bor. Demak, bizda clause'larimiz ikkiga bo'linadi. Bular independent clauses, independent hamda dependent. Independent degani bizda mustaqil gap bo'lagi, ya'ni biz o'zbek tilida buni mustaqil gap bo'lagi deymiz. Dependent clause esa bizda o'zbek tilida tobe gap bo'laklari deyiladi. Tobe gap bo'laklari. Xo'p, bizda independent clause bilan dependent clause'ni o'xshashlik tarafi ikkitasida ham bizda ega va kesim bo'ladi. Ega va kesim. Lekin independent clause bilan dependent clause'ning farqini qanday ajratib olsangiz bo'ladi? Independent clause o'zi alohida ma'no kasb eta oladi, ma'no bo'lib kela oladi. Lekin dependent clause'da ma'no bo'lmaydi. O'zi alohida ma'no kasb etib kela olmaydi. Ya'ni men nima demoqchiman? Misol uchun, mm, aytaylik, qarang. Hop, nima desa bo'ladi? Aytaylik, SAT is harder than IELTS as it requires critical thinking skills. Critical thinking skills. Qarang. SAT ega is kesim, it ega requires kesim. Lekin mana gapning bu tarafi dependent clause. Nimaga? Dependent clause uzoq yozib o'tirmadim. DC deb yozib ketyapman xulosda. Bu tarafi o'z alohida ma'no kasb etib kela olmaydi. Qarang, u mm, tanqidiy fikrlashni talab qilganligi uchun. Nima talab qilganligi uchun? Gapim tugallanmagan, to'g'rimi? Endi lekin keling, sizga SATda juda ham zo'r bir hackni o'rgatib qo'yaman. Gapni o'qib, ma'nosini chiqarib, bu yerda ma'no kasb etib kelyaptimi, kelmayaptimi, siz uni o'ylab o'tirishingiz shart emas. Nimaga? Sababi bizda dependent clause'ni boshqacharoq topa oladigan yo'lingiz ham bor. Agar bizda xuddi shu dependent clause'ning keywordlari bor, agar shu so'zlardan keyin bizda ega bilan kesim kelgan bo'lsa, siz buni nima deb ataysiz? Dependent clause deb ataysiz. Xuddi shu so'zlardan keyin ega bilan kesim keldimi? Demak, bu dependent clause bo'ldi. Misol uchun ko'rib turibsiz, bizda as degan so'z bor, to'g'rimi? Tepada as degan so'z bor edi. Undan keyin bizda ega va kesim kelyapti. Uni men shunchaki dependent clause bordim. Nima qilishingiz kerak? Siz mana bu so'zlarni ro'yxatini yodlab qo'ysangiz bo'ldi. Bu so'zlar bor, ega va kesim bormi? Demak, bu dependent clause deb ataladi. Ya'ni tobe gap. Endi biz shu yerda tobe gaplarga oid bitta punktuatsiyamiz bor. Punktuatsiya qoidamiz. Agar bizda gapimizda birinchi bo'lib independent clause, keyin dependent clause keladigan bo'lsa, hech qanday punktuatsiya shart emas. So we don't have to use any type of punctuation here.
agar bizni birinchi independent clause keladigan bo'lsa. Misol uchun birorta gap tuzib ko'raylik. Nima desa bo'ladi? Hop qarang. Um, waking up early is a torment for me because I usually sleep late. Hop qarang. Ertalab turish menga og'riqli, sababi men kech uxlayman. Hop, waking up ega is kesam, demak bu menda independent clause. I ega sleep kesam, bu dependent clause. Dependent clauseligini qayerdan bildim? Bizda because degan keywordimiz bor, to'g'rimi? Keywordimiz borligi uchun bu tarafni men dependent clause deb e'tibordim. Because'ni mana bu joyda ham ro'yxatda berib qo'yilgan. Agar menda birinchi gapimda independent clause emas, agar birinchi gapimda dependent clause keladigan bo'lsa, men orada vergul ishlatib ketishim kerak. Keling tepadagi gapni sal o'zgartirib yozamiz, qarang. Because I sleep late, I usually sleep late, virgul, waking up early is a torment for me. Hop, demak, I ega silib kesam, lekin bu yoq dependent clause because degan so'z borligi uchun va bu yoqda waking up ega is kesam. Bu yoq esa independent clause. Ko'rdingiz? Agar menda dependent clause gapda birinchi keladigan bo'lsa, men nima deb ishlatdim? Verguldan foydalandim, mana ko'rib turibsiz. Hop, dependent clause ni independent clausedan qanday ajratib olasiz? Shunchaki mana keywordlaridan. Ma'no chiqarib, ma'no kasb etyaptimi o'zi alohida yoki kasb etgani yo'qmi, unisini qidirishingiz shart emas. Just remember these keywords va shu keyworddan siz keyin sizga ega bilan kesim keldimi? Bular bu dependent clause keladi. Endi bizda tepadagi warm up questionlarga qaytaylik. Misol uchun mana bu gapimizda although it was raining, the soccer game continued. It was bizda ega va kesimida. Demak bu bizda dependent clause. Nimaga dependent clause? Bizda although degan keyword borligi uchun. Bu yoqda esa the soccer game continued bizda ega va kesim, bu yoq independent clause. So, bu yoqda dependent clause gapda birinchi kelgani uchun nima qildim? Verguldan foydalandim. Agar shu although gapning ikkinchi qismida kelganida hech qanaqa punktuatsiya ishlatmagan bo'lardim, ya'ni the soccer game continued although it was raining deganimda. Hop, boshqa yo'q ekan, a? So, dependent clauselar shu. Tushunarli bo'ldimi? Qani ko'ramiz, Nilufar. Mana. Hop, qarang. Keling endi siz ozgina savol so'ray sizlardan farqlash uchun. Aa, Gapimizda dependent clause borligini qayerga qarab bilarkanmiz? Okay, yaxshi. Keywordga qaralar. Hop, dependent clause gapning ikkinchi qismida kelsa, birorta punktuatsiyadan foydalanar ekanmizmi? Gapni birinchi qismida kelsa-chi? Dependent clause birinchida kelsa.
Yes, we do use comma, right? Juda ham yaxshi. Hop. So, this is independent clauses, independent clauses. Hop, endi siz bitta narsani bilib oling, men o'rgatib qo'yay. Dependent clause o'zi alohida kela olmaydi. O'zi o'zbek tilida ham shunaqa, tobe gap o'zi alohida kela olmaydi. Dependent clause nimasi bo'lishi kerak? Bitta xo'jayini bo'lishi kerak. Shunaqa qilib yodlab oling. Bitta dependent clause'ning bitta boshlig'i bo'lishi kerak. Tushunarligi? Dependent clause o'zi alohida kela olmaydi. Bitta she'rga bo'lish kerak. Bitta dependent clause'da bitta she'ri bo'ladi. Okay, hop, keyingisiga o'tamiz. Unda chatni o'chiryapman. Hop, qarang. Bizda birinchi savolimiz bor. The road was degan bizda ega va kesim bor, lekin bu menda dependent clause. Nimaga dependent clause? Sababi although degan keywordim bor. Hop, the bus arrived safely. Bizda bu ega va kesim, bu independent clause. Gapda dependent clause birinchi kelganligi uchun men virguldan foydalanishim kerak. To'g'ri javob shunda A'siga to'g'ri keladi. Yana qisqacha aytib o'taman. Nimaga dependent clause? Sababi although degan keywordimiz bor. Tushunarli bo'ldimi? Okay, yaxshi. Keyingisiga o'tamiz. Keyingisini o'zingiz ishlaysiz. Savolni ko'ringchi. Yeah, keywordda bo'ladi. The concert ended because it was getting late. Yo'q. Nuqta virgul boshqa narsaga ishlatiladi. Hop, demak, the concert ended bizda ega va kesim bu independent clause. It was bizda ega va kesim, lekin bu dependent clause. Sababi because degan so'zimiz bor. Va bizda birinchi independent clause kelganligi uchun hech qanday punktuatsiya shart emas. To'g'ri javob yes desa bo'ladi. Hop, ma'nosini ko'ringchi. Since Maya studied every day, she felt confident before the exam. Judayam yaxshi. My studied bizda ega va kesim, lekin bu dependent clause. Sababi since degan bizda keywordimiz bor. She felt esa bizda ega va kesim bu independent clause. Dependent clause bizda birinchi kelganligi uchun bizga virgul kerak. To'g'ri javob shunda yes asiga to'g'ri keladi. A bo'ldi bizda to'g'ri javob. Mana bunisini ko'ringchi. The players celebrated after they won the final match. Xo'p, qarang. The players celebrated bizda ega va kesim bu independent clause. They won bizda ega va kesim, lekin bu dependent clause. Sababi after degan keyworddan keyin kelyapti bu. Hop, bizda birinchi independent clause kelganligi uchun hech qanday punktuatsiya kerak emas. Shuning uchun bizda to'g'ri javobimiz D siga to'g'ri keladi. The players celebrated after they won the final match. Hop, namusini ko'ringchi, bizda bu oxirgi warm up qo'yish savol bo'ladi. Haqiqiy imtihon boshqa mavzuga o'tamiz keyin. Hop, even though the recipe looked difficult, we decided to try it. Bizda even though ham dependent clause keyword da. Hop. The recipe looked difficult bizga ega va kesim, lekin bu dependent clause. Even though degan so'z borligi uchun how we decided desak ega va kesim bu independent clause. Dependent clause birinchi kelganligi uchun men nima qilishim kerak? Virguldan foydalanishim kerak. To'g'ri javob shunda A siga to'g'ri keladi. Even though the recipe looked difficult, we decided to try it. Hop, bizda bu aytganimdek oxirgi praktik savol edi. Hammasi tushunarli, guys. Keyingisiga o'tsam bo'ladimi? Dependent clause bilan independent clause'lar.
Mana bu joyga yozib qo'ying. Must have a partner. Hop, independent clause o'zi alohida kela oladi, lekin dependent clause esa kela olmas ekan. Uni sherigi bo'lish kerak. Juda ham yaxshi. Keyingisiga o'tamiz. Endi keling, sizlar bilan ehm, chatni o'chirib turay. Ha, o'chirmasdan tashlab beraman. Ehm, Biz sizlar bilan ikkita dependent clause'ni bog'lashni, dependent clause bilan independent clause'larni bog'lashni o'rgandik. Endi keling siz bilan ikkita independent clause'ni bog'lashni o'rganamiz. Hop, biz ikkita independent clause'ni uch xil yo'li bilan bog'lasam bo'ladi. Hop, uch xil yo'l bilan. Bittasi nuqta bilan bog'lasam bo'ladi. Ikkinchisi nuqta virgul bilan bog'lasam bo'ladi. Uchinchisi esa virgul va fanboys bilan bog'lasam bo'ladi. Fanboys nima deyishga shoshilmang. Bugun ko'ramiz shularni. Misol uchun keling, birorta gap tuzib ko'raman. Hop. Hop, let's see. Qarang. I am Real Madrid fan. Nuqta. She is Barcelona fan. Hop, qarang. Uh, I ega M kesam, she ega is kesam. Ikkita independent clause'ni qo'shayotganda nimadan foydalandik? Nuqtadan foydalandik mana. Endi shu xuddi ikkita independent clause'ni nuqta virgul bilan bog'lasam ham bo'ladi. Misol uchun qarang. I am Real Madrid fan. Real Madrid fan deyish esdan chiqib qolibdi tepada. Real Madrid fan nuqta virgul she is Barcelona fan. Tilda yo'q uni. Hop, qarang. I ega M kesam, she ega is kesam. Ikkita independent clause'ni bog'lashda biz nimadan foydalandik? Nuqta virguldan foydalandik. Demak, ikkita mustaqil gapni nuqta virgul bilan ham bog'lasangiz bo'ladi. Lekin nuqta virgul bilan bitta nuqtani farqi, nuqta virguldan keyin kichkina harf bilan boshlaymiz. Hop, boshidagi ikkitasi tushunarli bo'ldi. Ikkita mustaqil gapni nuqta hamda nuqta virgul bilan bog'lasam bo'ladi. Ma'nosi bir xil, ma'no o'zgarmaydi. Vazifasi bir xil, ya. Lekin nuqta virgulni yana bitta boshqa vazifasi bor, uni keyinroq ko'ramiz. Demak, shu yerda biz nimani o'rgandik? Nuqta bilan nuqta virgul bir xil. Yes, farqi boshidagi harflarida. Okey, yaxshi. Endi biz shu ikkita mustaqil gapni fanboys bilan ham bog'lasak bo'ladi. Fanboys bizda nima? Buni biz ingliz tilida conjunctions deb ataymiz. Conjunctions. O'zbek tilida bular bog'lovchilar degani. Nimaga aynan fanboys deydigan bo'lsangiz, biz bularni yaxshiroq yodlab olishimiz uchun fanboys deganmiz. Demak, F degani bizda for degani, N degani, N'si nor degani, B'si but, O'si or, yet hamda so. Har bitta fanboysdagi harflar qanaqadir conjunctionga kiradi. Bizda shu 7 ta bog'lovchi bor xolos. Xo'p, endi xuddi shu tepadagi gapni fanboys bilan ham bog'lasam bo'ladi. Misol uchun qarang. I am Real Madrid fan. Virgül, but she is Barcelona fan.
Hop, qarang. I ega am kelsin, she ega is kelsin, ikkita mustaqil gapni virgul va fanboys bilan bog'ladim. Ya'ni gapimiz strukturasi mana bunaqa. Independent clause, virgul, plus fanboys, plus independent clause. Demak, ikkita mustaqil gapni fanboys bilan ham bog'lasam bo'lar ekan va fanboyslarning ro'yxatini mana bu joyda ko'rib turibsiz. Hop, plus mana bu joyda virgul ishlatilishi shart. You must not forget it. Hop, ko'rdingiz? Hop, bizda demak fanboys boshqa narsa, tepadagi mana bu narsalar boshqa narsa. Bundan keyin ega va kesim keladigan bo'lsa, bu dependent clause bo'lib ketardi. Ammo mana bu so'zlar esa shunchaki ikkita independent clause'ni bog'lashda ishlatiladi. Tushunarligi? Plus virgulni esdan chiqarmasligingiz kerak. Tushunarli bo'ldimi? Ikkita independent clause'ni bog'lash. Hammaga tushunarlimi? Har bittasiga ham for and nor har bittasi example kerakmi? Like, I don't think we have enough space for that. Misol uchun qarang. I went to school, virgul, and let's say bo'ladi. And I played football. Mana. I ega went kelsim, I ega played kelsim, ikkita independent clause'ni nima bilan bog'ladim? Virgul va and bilan bog'ladim. Hop. Tushunarligi guys bular fanboys. Ha, yetni batni o'rnida ishlataverasiz. Nor o'rni negativi bo'ldi. Telefonim ham yo'q, notebugim ham yo'q deydigan bo'lsangiz nor deb ketasiz. Yes, har bitta qarang. Har bitta fanboysdan oldin bizda virgul bo'lishi kerak. A, qachonki biz ikkita independent clause'ni bog'layotgan bo'lsak, boshqa holatda kerak emas. Faqatgina ikkita independent clause'ni bog'layotgan bo'lsak. Qayerini tushunmadingiz? Yaqinda kirdingizmi? Like, may I know your name? Yes, o'rdan oldindan virgul keladi. Qachonki Asadbek ikkita independent clause'ni bog'layotgan bo'lsangiz, Sardorbek kechroq qo'shiluvmi deysiz? Qarang. Faqatgina ikkita independent clause'ni sanayotganini dedim-ku. Lekin qarang. Agar siz oddiy narsaga ishlatayotgan bo'lsangiz, unda ishlatishi shart emas. Misol uchun qarang. I
want to buy iPhone or Samsung. Ko'rib turganingizda bizda or degan bog'lovchi bor. Lekin bu bog'lovchini ikkita independent clause'ni bog'laganini ishlatyapmanmi? Hozir kirgan bo'lsa tushuntirib bering. Yo'q. Demak, ordan oldin vergul ishlatishim shart emas. Tushunarligi? Qachonki ikkita independent clause'ni bog'layotgan bo'lsangiz, keyin ishlatasiz. Okay, misol uchun bizda tepada shunga oid bitta warm up question bor edi. Shuni ko'rib ketaylik. Qaysi bir edi? Qarang. The movie was bizda ega va kesim bu independent clause. Wish ham ega va kesim bu ham independent clause. Ikkita independent clause'ni fanboys bilan bog'lasak, o'zidan oldin vergul kerak. Nimaga bizda a'si bo'lmadi? Sababi biz ikkita independent clause'ni bog'layapmiz-da. Ikkita independent clause'ni bog'laganimiz uchun vergul bo'lishi shart. Agar shunchaki nimanidir sanab ketgan bo'lganimda, xohlasam ishlatardim, xohlasam ishlatmasdim. Tushunarli bo'ldi-ga, aniq. So, three ways to connect your independent clauses and they are nuqta, nuqta virgul and fanboys. Endi keling sizga bitta savol beraman. Qarang. Bu darsdan tashqarida. Sizlar bilan dependent clause bilan xos. Sizlar bilan dependent clause bilan independent clause'ni bog'lanishini ko'rdik. Ikkita independent clause'ni bog'lanishini ko'rdik. Endi nima deb o'ylaysiz? Ikkita dependent clause'ni qanaqa qilib bog'laymiz? Nimaga bo'lmaydi? Juda ham zo'r. Tepada sizlarga nima dedik? Har bitta dependent clause'ni bitta independent share'ga bo'lish kerak dedik, a? Demak, bizda har bitta dependent clause'ni bittadan share'ga bo'lish kerak. Basically siz yana ikkita independent clause'ni bog'layapsiz. Tushunarli bo'ldimi? Ikkita dependent clause'ni bog'lamaysiz. O'tgan safar dars savol berishuvdi. Shunaqa. Ustoz, ikkita dependent clause'ni bog'lasak nima punktuatsiya ishlatamiz deyishuvdi. Keyin shu edi, короче. Ikkita dependent clause'ni bog'lay olmaymiz. Ularni independent share'ga bo'lish kerak. Hop, chatni o'chiryapman. Bizda birinchi savolni o'zim ishlab beraman, a? Qarang. The rain finally stopped. We continued our hike. Demak, the rain stopped bizda ega va kesim. Demak, bu independent clause. We continued ham ega va kesim, bu ham independent clause. Ikkita independent clause'ni fanboys bilan bog'lasam, menga vergul bo'lishi kerak. Shuning uchun to'g'ri javobim A ga to'g'ri keladi. Hop, chatni yoqyapman. Keyingilarni siz ishlab ko'rasizda. Buni ko'ringchi. Emma finished her homework. She went to bed. Ma'nosi ham to'g'ri kelishi kerak. Juda ham yaxshi. Bizda to'g'ri javobimiz B ga to'g'ri keladi. Emma finished her homework and she went to bed. So what about this one? The museum was closed. We reached the park instead. Hop, juda ham yaxshi. The museum was bizda ega va kesim bu independent clause. We reached ham ega va kesim bu ham independent clause. Ikkita independent clause'ni bog'lasak, bizga fanboys kerak edi va vergul kerak edi. Hop, yaxshi. Mana bunisini ko'ringchi.
Malades, osh havola qarang. The children said bizda ega kesam. Demak bu independent clause. It was bizda ega kesam, lekin bu dependent clause sababi because degan keywordimiz bor. Va dependent clause ikkinchida kelganligi uchun menga hech qanaqa punktuatsiya kerak emas, to'g'ri javob D bo'ladi. Tushunarli bo'ldimi? Because degan so'zni necha marta ko'rdik? Dependent clausening keywordligini. Hop. Demak, bizda bu oxirgi savol edi. Oxirgi mavzu. Endi haqiqiy imtihon savollariga o'tsak bo'ladi. Hammasi tushunarligi. Sizlar bilan 3 ta narsa o'tdik. Ikkita independent clause'ni bog'lash, dependent clause'larni bog'lash hamda prepositionlar. Okay, yaxshi. Endi keling haqiqiy imtihon savol turlariga o'tamiz. So, this is the question from the real exam. Haqiqiy imtihonda siz nima qilishingiz kerak? Uh, Qarang, keling shu matnni to'liq tahlil qilamiz. 9 months before the Rosa Parks made history by refusing to comply with the segregated seating policy in Montgomery. Qarang. Rosa Parks made history. Demak bu bizda ega va kesim, lekin bu dependent clause. Nimaga dependent clause? Sababi before degan keyworddan keyin kelyapti. Qarang, dependent clause birinchida kelganligi uchun bizda nima qilyapti bu yoqda? Virguldan foydalanyapti. Alabama bus, a 15-year-old Montgomery girl named Claudia Colvin was arrested. Demak, Claudia Colvin was arrested bizga ega va kesim va bu independent clause. Hop. According to some historians, Colvin's arrest led to Park's action and eventually to the disintegration of Montgomery's bus system. Hop. Arrest led to ham bizda ega va kesim, bu ham independent clause. Demak, gapimizni strukturasi mana bunaqa holatda. Dependent clause, virgul independent clause, oraga biz nimadir punktuatsiya qo'yishimiz kerak. Independent clause. Demak, biz basically ikkita independent clause'ni bog'lashimiz kerak. Ikkita independent clause'ni qanaqa qilib bog'lasam bo'ladi? Virgul bilan bog'lasam bo'ladi. Nuqta bilan bog'lasam bo'ladi. To'g'ri javob A bo'ladi. Nimaga deymiz? Sababi endan oldin virgul qo'yilmagan. Xo'p, tushunarli bo'ldimi nimaga A bo'lganligi? Demak, punktuatsiya qilayotganda nima qilishingiz kerak? Ega va kesimlarni qidirasiz. Look for ega va kesim. Siz Sardorbek o'zingiz aytdingiz-ku, kechikirdim deb. Uni vaqtida kirish kerak edi. Misol uchun gapni hozir o'qimadik, ma'nosini qidirmadik. Ikkita independent clause'ni virgul bilan bog'lamaysiz-ku, Kamronbek. Shu ertalab bo'laveradi. Ko'ramiz, yana vaqtni o'zgartirishimiz mumkin. Xo'p, tarjima muhim emas. Prosta ega va kesim qidirishingiz kerak gapdan. Endi bizda ikkita independent clause bor edi. Bittasi Claudia Colvin was arrested, ikkinchisi esa Colvin's arrest led to. Ikkita independent clause borligi uchun ikkita independent clause'ni virgul bilan bog'lay olmaysiz yoki hech narsasiz bog'lay olmaysiz. Yes, if'li gapida ham ishlatiladi. Dependent clause bo'lib ketadi. Xo'p, ma'nosini ko'ringchi o'zingiz. Chatni o'chiraman. 1 minut vaqtingiz bor.
Xo'p, qani javoblaringizni qoldiringchi. Judayam zo'r ko'z temasdan qarang. Um, Scientists believed bizda ega va kesim bu independent clause qarang. The alloy turned out ham ega va kesim bu ham independent clause. Ikkita independent clause'ni bog'lashingiz kerak. Ikkita independent clause'ni bog'lasangiz nima kerak? Virgul hamda fan boys bilan bog'lasangiz bo'ladi. To'g'ri javob shunda D siga to'g'ri keladi. Tushunarli bo'ldimi nimaga deya olganimiz? Ba'zilar xato bo'ldi. Oxirgi gap nimaga DC Bobomurod? Like dependent clause keyword yo'q albatta. Okay, hop. Bunisini ko'ringchi. Chatni o'chiryapman. Yana 1 minut vaqtingiz bor. Qarang. Shu yerda faqatgina manba oxirgi gapni o'qisangiz bo'ladi. Mana birinchi gaplar shart emas. Sababi bular punktuatsiyaga ta'sir qilmaydi bab. Demak, faqatgina punktuatsiya qo'yish kerak bo'lgan gapni o'zini o'qisangiz yetadi. So, atani o'chirib chiqyapman, ha. Xo'p, qani javoblaringizni qoldiringchi. Juda ham yaxshi. Qarang. Uh, Many were bizda ega va kesim bu independent clause. Historians have determined ham ega va kesim bu ham independent clause. Demak, biz ikkita independent clause'ni bog'lashimiz kerak. Ikkita independent clause'ni bog'lasak, biz virgul hamda but bilan bog'lasak bo'ladi. Ya'ni fun boys bilan. Juda ham yaxshi ketyapsizlar. Xo'p. Tushunarli bo'ldimi? Ba'zilar xato bo'ldi. Ikkita independent clause'ni bog'layapmiz. Ikkita independent clause borligi mana. Many were hamda historians have determined. Okay, keyingisiga o'tamiz unda. Xo'p, bizda keyingi savolimiz shu. Chatni o'chiryapman. 1 minut vaqtingiz bor, a? Xo'p, javoblaringizni qoldiringchi. Xo'p, qarang. Museum was founded biz ega va kesim bu independent clause. It is ham ega va kesim bu ham independent clause. Xo'p. Ikkita independent clause'ni bog'layapmiz. Ikkita independent clause'ni bog'lasak nima bilan bog'lasak bo'ladi? Fun boys va virgul bilan. Shuning uchun to'g'ri javobimiz A isi bo'ladi. Ko'ryapsizmi? To'liq o'qishingiz shart emas. Ega va kesim qidirsangiz bo'ldi. Juda ham oson bizda punktuatsiya o'zasiga. 10 sekunddan vaqt ketmaydi. Xo'p, bunisini ko'ringchi. Chatni o'chiryapman. Ehm, Nimaga deymas? Ikkita independent clause'ni virgulni o'zi bilan bog'lamaysiz-ku. Virgul va fan bo'yicha ham bo'lishi kerak. Ehm, Absolutniy xatoda bizda Ikkita independent clause borligini ko'rib turibsiz. Museum was founded. It is
Ikkita independent clause. Hop, buni ko'ring, 1 minut vaqtingiz bor. Hop, qarang, javoblaringiz qoldiringchi. Judayam yaxshi. Qarang. Norada Hoyos Comstock, South bizda ega va kesim va independent clause. She found them ega va kesim bu ham independent clause. Короче, ikkita independent clause'ni bog'layapmiz. Ikkita independent clause'ni bog'lasak, bu yerdagi eng yaxshi javob nuqta. Nimaga bizda C javob to'g'ri emas? Sizga savol. Juda ham yaxshi. Ikkita independent clause'ni bog'laydigan bo'lsak, bizda virgul bo'lishi kerakda. Yaxshi. Qolgan javoblar umuman yaqin emas. Ikkita independent clause'ni hech narsasiz yoki virgulni o'zi bilan bog'lay olmaymiz. Bular avtomatik ravishda absolyutniy xato. Xo'p. Mana savolni ham ko'ringchi. Bizda bu bugungilik oxirgi savol bo'ladi. Chatni o'chiryapman. Yana 1 minut vaqtingiz bor. Xo'p, javoblaringizni qoldiring. Juda ham yaxshi. Xo'p. Marta Lydia, let bizga ega va kesim bu independent clause. She found ham ega va kesim bu ham independent clause. Ikkita independent clause'ni bog'layapmizmi? Bizga nima kerak? Bitta nuqta kerak bo'ldi. Nimaga biz ikkita independent clause'ni virgulsiz yoki oddiy bog'lay olmaymiz? B bilan D biz avtomatik ravishda xato. Nimaga S emas? Sababi n'dan oldin virgul yo'q. Ikkita independent clause'ni bog'lasak, virgul bo'lishi kerakda. Keling, sizga savolni hozirdan o'zgartirib beraman. Nimaga she'dan oldin virgul ishlatildi? Yo'q, ikkita bir xil javob kelmaydi. Xavotir olmang. Ikkita to'g'ri javob bo'lmaydi. Agar keladigan bo'lsa, bilingki, asli boshqa narsa yo'qdi. Juda ham yaxshi. Bizda ismingiz nima? Mana Samsung SM35 deb yozibdi. Like, may I know your name? Okay, Ahror. Yaxshi, bizda gapimiz by degan preposition bilan boshlandi. Esingizda bo'lsa, preposition bilan boshlanadigan bo'lsa, nima qilardik? Independent clause virgul bilan ajratardik. By degan prepositionimiz bor. She found degan ega va bilan virgul bilan ajratib qo'ydik. Xo'p, juda ham yaxshi. Non essential emas. Demak, aytgandek, bizda bu bugungilik oxirgi savol edi. Bugungi mavzu bo'yicha birorta savolingiz bo'lsa, so'rasangiz bo'ladi. Xo'p, qarang. SAT Elbek ingliz tili kanaliga post yuborib qo'ydimda. SAT Elbek English kanaliga. Oxirgi postga dars haqidagi fikringizni qoldiring. Maylimi? Dars haqida fikringiz. Reaksiyalar ham esdan chiqmasin. Dars haqida
Fikringiz? Chat yopiq ekan. To'xtab turing, men o'zim to'g'rilayman. Endi bo'ldim. Ozgina qiyin lekin Og'abek. Bo'ldimi endi? Xo'p, yaxshi. Xo'p, sizlar savolingiz bo'lsa so'rasangiz bo'laveradi. SAT Elbek English'dagi oxirgi kommentga dars haqidagi fikrlaringizni qoldirasiz. SAT Elbek English kanaliga. Yes, homework beriladi. Har bitta darsni videosini tashlab beramiz va undan tashqari prezentatsiyani ham tashlab beraman. Resurslar Princeton bor yoki mana bu Prep Pros bor, o'shalar yaxshi. 1400 olish ozgina qiyin. APga 6 oycha vaqtingiz ketadi, Og'abek. Matematika zo'r ekan o'zida. O'zi mani Sardorbek realizm savollar mana tepadagilar. Iya, mana chizilib ketib qolyapti. Mezga O'zbekistondami yoki chetdami? Darsimiz tugatguncha davom etib bo'ladi. Bo'ladi, tugatgunimizcha. 10 sinfga o'tgan bo'lsangiz AP yaxshiroq Saidumar. Уже A-levelga ozgina kechiradi. Foundation ham bo'lishi kerak A-levelga. Ozgina qiyinroq 1500 ga, lekin 1400 ga harakat qilsangiz bo'ladi. Yangi O'zbekiston ingliz tilisi kerak emas. Ingliz tilidan B2 sertifikatingiz bo'lsa bo'ldi. Ega va kesimni. Xo'p, darsdan keyin yozing, men sizga aloqaga chiqaman o'zim. Ega va kesimni o'rgatgan. Vaqtliroq yoki kechroq qilamiz. Men universitetim ham boshlanadi-da, shu universitetimni vaqtiga qaraymiz-da, bolalar. Xo'p, esingizdan chiqmasin. Mana bu SAT Elbek English kanaliga kommentariy qoldiring, iltimos. 33 ta bo'libdi hozircha. B1 bilan 1400 olishingiz ozgina qiyinroq. IELTS 6 bo'lsa 1300 plyus olsangiz bo'ladi. 1300 plyus 1400 olsangiz bo'ladi bu yilning o'zida. Chetdami? Qarang, chetda yaxshi universitetlar ko'p. Liboyda o'qisangiz bo'laveradi. Carnegie Mellonda ham borsiz bo'laveradi. Chicagoda ham zo'r, New York ham juda ham yaxshi. Yes, 4 yillik olish mumkin. Lug'atlarni o'zim tashlab beraman, Og'abek. Imtihon bundan buyog'iga oktyabr, noyabr, dekabrda bor va undan keyin martda bor. Yes, Yangi O'zbekiston yoki Westminster ham juda ham zo'r. Maqtab ketay Westminster ham. DTMga DTMda qarang. 80lik 100 ta kvota ajratgan deyilik, to'g'rimi? SAT uchun. Aytaylik 1000 ta o'quvchi SAT'sini topshirdi shu universitetga. Shu 1000 tadan eng baland 100 tasini tanlab oladi. 1000 ta 100 tadan baland va 1200 plyus bo'lganlarni tanlab oladi. Tasavvur qiling, 1000 tadan faqatgina 90 tasini bali 1200 plyus bo'ldimi? Faqatgina 90 tasiga beradi, 10 tasi qolib ketaveradi. Lekin 1000 tadan
Hammasiniki 1400 plyus bo'ladigan bo'lsa, уже mani bank ko'tarilib ketib qoladi. Shunisi ham bor. Yes, uddalay qilsa bo'ladi. IELTS 7 bo'ladigan bo'lsa. Westminster kirish oson lekin. Badiiy kitob o'qisangiz bo'ladi, ingliz tilini rivojlantirish uchun. 1500 bu yil olsangiz bo'ladi Dilfuza. IELTS 7,5 bo'lsa. O'sha noyabrga ham harakat qilsangiz bo'ladi. Westda o'qiyman. Ham beramiz. Ayyo, Westminster scholarship exami boshqacharoq ishlaydi. Короче, 10-11 sinfda olimpiadaga borganlar bormi matematikadan? 10-11 sinfda. Yo'q. Budjetga o'tmaydi Westga umuman boshqacha ishlaydi. Agar matematikaga borgan bo'lsangiz, e, Westminsterda shunaqa tushadi, scholarship examda. Qiyinda, to'g'rimi? Bilasizlar-ku matematikasini. GPR olganman o'zi. Shuda chet o'xshamadida o'zi. IELTS 8. Ha, SAT ingliz IELTS ancha qiyin. Ha, kitoblarni tashlab beraman hozir, xotiram. Asosiy admin bilan gaplashib olaylik keyin. Ha, kontraktga kirganlar bor. Просто kontraktni ko'pchilik to'lamaydi-da. 40 million-ku kontrakt. Ha, homework beriladi. SAT mayli. Aktivitelarim zo'r edi mana. Aktivitelar yaxshi edi. A-levellarim bor edi, o'xshamadi-yu. SAT yaxshiroq Abubakar, sababi IELTS reading o'yinchoq bo'lib qoladi. Mana bu SAT o'qiganingizdan keyin. Iqtisodga Yangi O'zbekiston yaxshi. Qarang, Obek, iqtisod bo'ladigan bo'lsa, O'zbekistonda qolmoqchimisiz, qolish niyatingiz yo'qmi? Uch universitet bor iqtisodga zo'ri. Westminster bor, Yangi O'zbekiston bor yoki diplomatiya bor. Shu uchtasidan bittasi. Chetga chiqmoqchi bo'lsangiz shu yo Yangi O'zbekiston yoki mana bu Westda o'zi yaxshi. Yo O'zbekiston o'zida qolmoqchiman desangiz, diplomatiya ham zo'r variant. Ya, u ham juda ham zo'r. Просто top 3 ga kirmaydi u Durdona. Filologiya uchun bilmadim, u majorlarni juda yaxshi bilmayman man. Ya dars yozib olganini tashlayman. Yo'nalishim o'zgartirdim yo'nalishimni. O'zi informatika, moliya edi yo'nalishim. Iqtisod qilib o'zgartirib yubordim. No, hali unchalik tayyor emasman. Informatikadan o'zi ko'p narsa o'rganib qo'ygandim-da. Grant yutmaganim sababi ham shu bo'lsa kerak. Yo'nalishim informatika bo'lib turib, A-leveldan informatikam past chiqqandi. Hop qarang. O'sha savollar shaxsiy bo'lib ketyapti. Hop, hammasi tushunarli, guys. Mana bu SAT Elbek English kanalidagi oxirgi postga dars haqida fikringizni qoldirgan bo'lsangiz, hop qarang. Boshqa savolingiz bo'lmasa, darsni shu yerda tugatyapman. Hop, SAT Elbek English. Ismim Doniyor. Hop, demak, savolingiz bo'lmaydigan bo'lsa, darsni shu yerda tugatyapman. Darsga qatnashganingiz uchun rahmat.
Sog' bo'ling.